O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasining Xalq bilan birga umummilliy dasturi doirasida joylarda aholini qiynayotgan muammolarni o'rganish va ularni hal etishga qaratilgan ishlar amalga oshirilmoqda. Dastur doirasida respublika bo'ylab sayyor qabullar o'tkazilyapti. Deputatlar hududlarda bo'lib aholini dardini tinglamoqda. Muammolarga joyida yechim topilmoqda. O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi tomonidan ilgari surilayotgan ushbu tashabbuslar bir maqsadga yo'naltirilgan. Bu ham bo'lsa xalqni rozi qilish, jamiyatda inson qadrini yuksaltirish. Xalq bilan birga umummilliy dasturi doirasidagi sayyor qabullar Qoraqalpog'iston Respublikasi, Buxoro, Andijon, Qashqadaryo va Toshkent viloyatlarida ham tashkil qilindi. Ushbu tadbirlar orqali 4000 ga yaqin fuqarolar qamrab olindi. Muloqotlar davomida 1200 ga yaqin muammolar aniqlanib, ularning 940 tasi joyida hal qilindi. Avvallari ishimizni bitkazmoqchi bo'lsak, idora eshik yurib, ishlarimiz hal bo'lmay, sarson sargardon bo'lardik. Hozir mana muhtaram prezidentimizning olib borayotgan siyosatlari natijasi o'laroq rahbariyat xalqni oldiga kelyapti. Xalqni eshityapti. Xalqni dardini, muammolarini hammasini eshitib, joyida hal bo'layotgan masalalarni ham hal qilishga erishmoqdamiz. Buning uchun xalqimiz juda minnatdor. Aholi tomonidan xotin-qizlar va yoshlarni ish bilan ta'minlash, ularni tadbirkorlikka jalb etish hamda ehtiyojmand oilalarni moddiy qo'llab-quvvatlash kabi yo'nalishlarda murojaatlar kelib tushdi. Bundan tashqari, o'z tadbirkorlik faoliyatini yo'lga qo'yish istagida bo'lgan fuqarolar ham ko'pchilikni tashkil etadi. Shundan kelib chiqib, ishbilarmonlar tomonidan moddiy yordamga muhtoj 750 ta oilaga o'z daromad manbalariga ega bo'lishlari uchun turli ko'rinishdagi uskunalar, mahsulotlar tarqatildi. Sayyor qabul davomida aksariyat murojaatlar joyida ko'rib chiqilib hal qilindi. Jumladan ijtimoiy himoyaga muhtoj aholini qo'llab-quvvatlash maqsadida 5 nafar keksa avlod vakillariga sog'liqni tiklash maqsadida sanatoriyalarga yo'llanmalar berildi. 3 nafar fuqaroga nogironlik arvachalari topshirildi. 5 nafar kam ta'minlangan oila farzandlariga oliy ta'lim muassasalaridagi o'quv to'lov kontraktlari to'lab berildi. Jumladan 10 nafar fuqaramizga o'zini faoliyatini boshlash uchun ustachilik asbob-uskunalari topshirilgan bo'lsa, 10 nafar ayol qizimiz partiyamiz tadbirkorlari tomonidan doimiy ish bilan ta'minlandi. Sayyor qabullarda yolg'iz keksalar va boquvchisini yo'qotgan 250 nafarga yaqin fuqarolar partiya elektorati bo'lgan tadbirkorlar tomonidan otaliq qolindi. Aholi bu kabi ochiq muloqot va amaliy yordamdan mamnun ekanligini bildirishdi. Men uyda prosnopatizanlik chiqaraman. Bu ishimni boshlaganimga 1,5 yil bo'ldi, lekin tikuv mashinam yo'q edi. Arendaga olib ishlatardim. Ishchi kuchini kengaytirish harakatida bo'ldim. Hozirgi kunda xususiy klinikalar bilan ishlayapman. Muammoingizni hal qilib beramiz deyishdi. Bundan juda ham xursand bo'ldim. Men juda ko'p marotaba kredit olib, mashina olishga harakat qildim. Imkoni bo'lmadi. Bir deganda kelganim zoti muammomni hal qilib bergandan juda ham xursandman. Barcha tashkilotchilarga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Murojaat qilishimning asosiy maqsadi prezidentimiz tomonidan yaratilayotgan imkoniyatlardan foydalanib, o'sha dala chetiga yengil konstruksiyali chorva kompleksi qurishni rejalashtirganmiz. Chorva kredit olish to'g'risida murojaat qildim. Murojaatim ijobiy hal qilindi. 1 milliard 200 million so'm ajratadigan bo'ldi. Bizning muammolarimizni bugun yechimlarini mana hal qilishdi. 2-3 kun mobaynida uylarimizda sharoitlarimizni o'rganishdi. Men o'zim mana kichik uydagi tadbirkorlik biznesimni boshlash uchun bularga mana bir og'iz mana shu pishiriqlar qilish uchun kichikroq bir duxovka so'rab iltimos qilgan edim. Masalamni birozda hal qilib berishdi. Minnatdorchiligimni bildiraman. Pishiriqlar qilib yonimdagi magazinlarga tarqatib tirikchiligimni qilaman. Uyda o'tirib ham daromad topsa bo'ladi. Faqat insonni o'zi harakat qilib bilishi kerak. Partiya ishchi guruhlari tomonidan respublika bo'ylab mobil shtablar tashkil etilgan. Unda fuqarolar murojaatlari ro'yxatga olinib, ularni ijobiy hal qilish choralari ko'rilyapti. Ular Yurakka yo'l aksiyasi doirasida xonadonma-xonadon yurib, aholi bilan bevosita muloqot qilyapti. Dardi va takliflarini tinglashmoqda. Shu kunga qadar Yurakka yo'l aksiyasi doirasida 44 mingta xonadonga kirildi. 5940 ta turli masalalarda muammolar aniqlanib, 4354 tasi hal qilindi. Qolgan qismi nazoratga olindi. Uchrashuvlarda prezidentimiz tomonidan olib borilayotgan islohotlarning mazmun mohiyati har bir xonadonga yetkazilmoqda. Oqqo'rg'on tumanida
29 ta mavjud mahallalarda bugun aylanib, mahallalarda 400 dan oshiq xonadon kirib chiqdik. Eng quvonarlisi, kirgan xonadonlarimizda muhtaram prezidentimiz tomonidan olib borilayotgan siyosatda qanchalik oqilonlarlikdan xalqimizni xursandligini bir marta yana o'zimizda qayd etdik. Endi shu bilan birgalikda muhtoj oilalari bor, maishiy texnika yoki bugungi kunda huquqiy bilim tomonidan, asosan shu huquqiy bilim tomonlarni hammasini Oliy Mas'ulchilik palatasining deputatlari, xalq deputatlari, mahalliy kengash deputatlarining birgalikda qonunchilikka nima o'zgarishlar kirgizamiz, nima takliflarimiz bor. Bu bir tomoni. Ikkinchi tomondan kelgan har bitta fuqaroni o'zini ro'yxatdan o'tkazib, bu ro'yxatdan o'tgandan keyin mobil ishtablarda bular bilan birgalikda alohida ishlab huquqiy bilimga muhtojlari bilan joyida bilimini berib, agarda o'sha mahallada yog'och salbasi yoki boshqa yo'l masalalari bo'lsa, bu ijroiy hokimiyat bilan birgalikda shu masalalarni o'rganib, hammasini yechimini hozir ko'rib chiqmoqdamiz. O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasining Xalq bilan birga umummilliy dasturi har bir fuqaro muammosini tinglab, unga ijobiy yechim topishga yo'naltirilgan harakatdir. Bu sayyor qabullarda kelib tushgan murojaatlar partiya va deputatlik guruhlari nazoratiga olinganini anglatadi.